Bu mebeluzda ana shunaqa noyob, detalli narsalar bo'ladi. 4 tali stolimiz MDF krugli bo'lgan. 90 ga 140 oyoqlarga ahamiyat beramiz. Chinordan yasalgan stolimiz. Stolimiz ustida shpon. Stullarimiz 100% chinor. Sostoyanasi chiki bum. Azlar bunaqa stul bu mebeluzda faqat 200 dollarga berib yuboriladi. Menimcha magazindagidan farqi yo'q sostoyanasi. Bosib o'rish kerak. Tanish bilishga ham jo'natib o'rish kerak. Ular ham bizga obuna bo'lib qo'ysa, inshaalloh sizlarga ham, ularga ham manfaatli bo'ladi. Salomat bo'ling. Chinordan 100% yasalgan kreslali stolimiz kelgan. Stolimiz ko'rinishi krugli, stolimiz oyoqlari 100% chinordan yasalgan, stulimiz ham komfort holatda, sostoyanasi idealni ko'rinishda. Azlar bu mebeluzda faqat sifatli mahsulot bo'ladi. Stulchida o'tirsangiz, o'zingizni yaxshi his qilasiz. Bemalol kechgacha o'tirsangiz ham charchatmaydigan kreslo hisoblanadi. Stolimiz sostoyanasi idealni ko'rinishda. Xudo xolisa, mana stolimizni komplekt 400 dollarga beraveraman. Buni tez tanishingizga jo'natish esdan chiqmaydi. Toshkentning fabrikasida ishlab chiqarilgan. Salomat bo'ling.